بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد bugun men sizlarga avvalan o'zimga va qolaversa sizlarga bir eslatma qilmoqchimanki, masjidlar Alloh taoloning uyi, lekin bizning uyimizdan ham afzalroq bo'lishi kerak. Chunki Alloh taolo bu masjidlarni aslida qurishni sababini Odam alayhisalomdan boshlab Ibrohim Xalilullohdan va barcha payg'ambarlar, jumladan Iso alayhisalom, Maryam alayhissalom va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga masjidlarni qurib, uni bino qilish, barpo qilishni amr qilgan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga aytdiki, birinchi kundan taqvo ustiga qurilgan masjid siz unda namoz o'qishingizga loyiqroqdir. Keyin aytdiki, shu kriteriyani qarang, masjidlar kim tomonidan? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu vallohu yuhibbul mutahhirin. Unda haqiqiy rijollar bor, deyapti. Masjidni ta'minotini, bino qilishini, barpo qilishini Alloh taolo kriteriya qilib, kim o'sha narsani qilsa, uni rijol deyapti. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. O'zlari nafslarini poklashni xohlaydigan rijollar bor. Endi o'sha rijollarni Alloh taolo, albatta Alloh o'sha nafsini poklashni xohlaydigan rijollarni yaxshi ko'radi, deyapti. Tafakkur qiling, sizni Alloh yaxshi ko'rishini xohlasangiz, nima qil, deyapti? Masjidlarda avvalan o'zingni pokla, so'ng insonlarga xizmat qil, masjidni barpo qil. Masjid Ramazonlarda alhamdulillah yer yuzidagi musulmonlarda ummatda masjid to'lib toshgan. Ko'p masjidlarda mashaalloh hamma joy to'lib toshgan. Lekin Ramazondan keyin ko'ring, Idni ikkinchi kunidan keyin ko'ring, yana o'sha huvullagan, shamollagan, ozgina bir 4-5 kishi qolgan, bir saf odam keladigan qariyalar, shu pensionerlar qolib ketgan. Aslida shunaqami degan savol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida va butun salaflar, mana oxirgi 100 yildan oldingi tariximizni qarang, butun yer yuzida masjidlar, markazlar bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida hamma amal masjidda bo'lgan. Majlis ham, to'yxona ham, azaxona ham, aqiqa ham, jihod, Alloh yo'lidagi delegatsiya, boshqa davlatlardan keladigan diplomatlar, davlatlar, arboblar hammasi masjidda bo'lgan. Hatto habashiylar kelib masjidda o'zlarini bir sirkka o'xshagan narsalarni ko'rsatishni masjidda bo'lganini Imom Buxoriy keltirib, Oysha radhiyallohu anha, "Ya Rasululloh, meni ko'tarib turing, o'sha habashlarni qilayotgan ishlarini ko'ray" deganlarini keltirdilar. Hadis uzun, bizlar gapirganmiz, bu yerda taalluqli bo'lgan joy masjidda shunaqa ishlar bo'lgan. Masjid faqat bir narsa kelib, qutini bir narsa tashab, "Amin, Allohu akbar" deydigan joy emas. Masjid hamma narsa shu yerda bo'ladigan joy. Nimaiki aktiviti, nimaiki yaxshiliklar bo'lsa, masjidda bo'ladigan joy. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda
o'zini qalbini bog'laganni qarang nima deyaptilar. Sab'atun yudhilluhumullohu fihi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. 7 kishi borki, qiyomatda Allohning soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda 7 ta toifani Alloh taolo o'zini arshi bilan soyalaydi dedilar. Shulardan biri rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Kishiki o'zini qalbini masjidga bog'lagan. Masjidda bog'lagan u. Bu degani bekor xo'ja, ishi yo'q, shu kelib faqat masjidda o'tiradigan odam emas. U ishini qiladi. Uber bo'lsa Uber'ini qiladi, taksimi, deliverymi, dastavkami, nimaki bo'lsa, hukumatda ishlamaydimi? Biznesmenlarni biznesmeni bo'lmaydimi? Million bu yoqqa, million u yoqqa bo'lmaydimi? U o'zini namozini 5 mahalni masjidda o'qishga bog'lagan, qalbini bog'lagan. Borolmasa ham o'sha qalbi o'sha yerda. Xuddi baliq, suv va akvarium qanchalik kerak bo'lganidek, mo'min musulmon uchun masjid shunchalik kerak bo'lishi kerak. Uni ozuqasi, uni iymoniy ozuqasi. Agar o'sha narsani ozuqani olmasa, masjidga kelib namoz o'qib, shu ruhiy ozuqa olmasa, uni iymoni sekinlashib chap tarafga boraveradi. Mana shunaqa insonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatda 7 ta toifa, imamun adildan boshlab, adolatli imom, rahbardan boshlab, rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid deyaptilar. Uni qalbi masjidda bog'langan. Uzrli bo'lsa uzrli, Alloh kechiradi. Uxlab qolsa mabodo bilmasdan, yo'lda trafikda qolib ketdi, kela olmadi, Alloh kechiradi bu narsani. Lekin sharoiti bo'la turib, shu yerda yashab, yaqin bo'la turib, masjidga kelmasa, u iymonini endi tekshirish kerak. Chunki sahobalar aytadilar, bizlar kishini munofiq yo mo'minligini masjidga kelishidan bilib olardik dedilar. Qarang, masjidga kelmasa, u nifoqini anglab olish kriteriyasi shu yerda deyaptilar. Afqalus salati alal munafiqina salatul isha'i va salatul fajr. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda aytdilarki, eng og'ir namozlar munofiq uchun fajr, bomdod namozi bilan xufton namozi. Eng og'iri shu. Endi bu savol o'zimizga, shu men munofiqmiman, men mo'minman? Fajrga qanaqa turaman men? Fajrga o'zi turamanmi? Agar tursam, alhamdulillah munofiq emas ekanman. Va isha, kechqurun charchagan, ishdan kelgan holatda isha xufton namoziga kelamanmi, yo'qmi? Ramazonda kelaman, men mashallah muttaqi, men eng mashallah avliyoulloh. Lekin Ramazondan so'ng-chi, Ramazondan oldinchi? Mana shu kriteriya. Sahobalar aytadilar, bizlar sahobalar xasta bo'lib qolardik. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'lib yotgan paytlarida sahobalardan shunday yelkalariga ilinib olib, oyoqlari sudrab ketardi. Ikkita bir chiziqni bunday yerga sudrab ketardi, lekin masjidga olib chiqardilar. Munofiqlardan bo'lib qolmayman mabodo deb. Mana shu masjidni barpo qilish, bino qilish faqat shunchaki bir beton, g'isht, svet, lampalardan iborat emas. To'g'ri, bu bino. Lekin masjidni ichini endi barpo qilish, bino qilish ummatning vazifasi. Ummat o'zidan bor-boricha yo'q holicha kelib harakat qilib turish kerak. Endi masjid Ramazonda. Ramazonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham bir hamma taraflama, chap, o'ng sadaqa qiladigan, yordam qiladigan hamma taraflama bo'lib qoldilarda, oxirgi 10 kun Ramazonda e'tikofda turdilar. Hatto uyga bormadilar. Ezorlarini mahkam bog'ladilar. Bundan ishora ayollari bilan yaqinlik qilmaslik va ayollarni turg'azdilar. Ularni ayollari ham e'tikofga kelardi. Hatto uxlab qolmaylik deb, mana shu iplar qilib, mabodo uxlab qolsam shu ipga ilinib turib ketaman deb ayollari shunday qilganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa qilmanglar, azob bermanglar, uxlanglar, keyin qiyomul layda turinglar derdilar. E'tikofda. Mana Alloh taoloning fazli bilan Alloh taolo siz bizga mana shunaqa go'zal bir masjid, markaz, katta markaz nasib qildi. Ustiga istak e'tikof programmasi bor. Mana e'tikof kim xohlasa sharoit qilib beramiz. Chodirlar bilan salomatlik chodirlari deb nomlab qo'ydik. Mana keling, oila ahlaringiz bilan qo'shiling. Shu yerda suhurlik, iftorlik, darslar, halaqalar, sheyxlar, ustozlar, o'zimiz qo'ldan kelgancha darslar qilishga harakat qilamiz. Ikki xil tilda qilamizki, bu yerdagi yoshlar o'zbekchani tushunmaydi. Yoshi kattalar inglizchani tushunmaydi. Ikki xil darslar, halaqalar harakat qilyapmiz qilishga. Kelib masjidni mana shu barpo qilaylik. Birgalikda bo'laylik.
Alloh taolo mana bergan noz ne'matlardan bahramand bo'laylikda, qadriga yetaylik. Shu narsalarni qilgan, harakat qilgan, ustida turganlar haqida duoda bo'laylik. Allohim gunohlarimizni mag'firat qilsin. Xato kamchiliklarimizni kechirsin. Mana shu Ramazon oyini qadriga yetaylik. Bu g'animat, ne'mat oylar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun xutba qilib minbarga chiqayotgan paytlarida 3 ta mihroblarda 3 ta minbarlari bor edi. Ya'ni pog'onalari bor edi. Har bir turganlarda amin, amin, amin dedilar. Shunda sahobalar, nima u yo Rasululloh, nima uchun amin deyapsiz deganda, shundan bittasi, vaqtiki Jibril kelib menga aytdi, agar kishi Ramazonga kelsa-yu, Alloh taolo unga Ramazonni nasib qilsa-yu, Ramazondan gunohlari forig' bo'lmasdan shunchaki tark qilib chiqib ketsa, rog'ima anf, burni yelga ishqalansin deb duo qildilar. Amin deng yo Rasululloh dedilar va men amin dedim. Allohim qabul qil dedim. Qarang, Ramazon kelsa-yu, gunohlari forig' bo'lmasdan o'sha gunohlar bilan qolib ketsa, burni yerga ishqalansin deganda, ikkita sodiqul masduq, ikkita rasul amin amin dedilar. Tafakkur qiling, siz bizni agar Ramazonga yetib kelganmiz, Ramazonda agar duolarimiz ijobat bo'lmasa, harakat qilmasak, mag'firat qilinmasak, burnimiz yerga ishqalansin deyaptilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amin deyaptilar. Na'udzu billahi min zalik. Mana shundan saqlanishimiz kerak. Farzandlarimizni olib kelishimiz kerak. Mayli to'palang bo'ladi, ovoz chiqadi, kir bo'ladi, har xil narsalar bo'ladi. Lekin mana shu joyda to'palang qilsa yaxshimi yo disko barlarda, haqiqiy shisha, hukka, diskotekalarda to'palang qilsa yaxshimi farzandlarimiz? Kokain, geroin, nashalar bilan to'palang qilsa yaxshimi? Mana shu yerga kelib to'palang qilsin. Mana shu yerga kelib baqir chaqir qilsin. Mayli, atrofimizda bo'lsin, Qur'on bilan bo'lsin. Hammasini o'qimasa ham o'tirsin shu yerda, shu bilan katta bo'lsin. Bizlar ovozi chiqayapti, yuqot olib kelma, bor falon chuni, shumi masjid? Shuning uchunmi? Biz nima uchun masjid quryapmiz? Yosh kattalar faqat pensionerlar kelib olib tasbih bilan Alloh uchunmi? Yo'q. Ularni hurmat qilamiz. Hammalarni hurmat qilamiz. Lekin farzandlar agar bu yerga kelmasa, farzandlar uchun aktivite ishlar bo'lmasa, nima uchun bu masjid? Nima uchun kerak? Ular ko'chaga chiqib ketsin emish. Ko'chaga chiqsin, shu bizlarni qo'ysin. Bizlar bemalol namoz o'qiylik. Bu nima degan gap? Qayoqqa borsin ular? Qayoqqa ketsin? Ko'chaga haydang, u boradigan joy shu diskobar bo'ladi. Boshqa joyga bormaydi ular. Mana shuni fahmiga borib, tushunib, shunday noz ne'matlarni Alloh beryaptimi? Bir-birimizga dalda bo'laylik. Masjidni barpo qilishga, bino qilishga Alloh hammamizga tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruka va natubu ilayk. Sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.